Voy chiqib ketdi-da mana. Aha. Sal qurisin dedi, keyin men hammasini tekislab. Betga shitovoy boshlabsizlar, rais bu? Boshladik. Ha, bugun kelishadimi ishga? Ha. Shu mahalla bolalari o'zlari qiladi. Ha, shularga bloklarni ham tushirib qo'yibsizlar. Bu yetmasa kerak. Yetmasa olib kelamiz. Ha, yaqin o'rtada bormi? Bor. Tashda bor. Energetik keluvdi. Siz birga bo'libsiz shekilli, menimcha. Qanaqa chiqdi напряжениялар? U kelgan paytda anaqa 210, 200 deb 195 mi shunaqa edi taxminan. Ha, past. 95 Shunaqa edi. Keyin buni ulaganda sal tushyapti, lekin bemalol ishlayapti-da. Ishlayaptimi? Yaxshi ishlayapti. Muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, muammo yo'q. Amperajni tekshiruvda o'sha 14 ko'rsatish kerak, 14 ko'rsatyapti amperaj. Yaxshi deb Hozir kichkina nasos turibdi, betda. kichkina nasos turibdi. 5,5 kW. Truba nima bo'lyapti? Nima muammoli? Nima sizlarni to'xtatib turibdi hozir? Shu tenderda yutib oladi-da, keyin atkash keladi. Shotimizda pulimiz bor, shu pulimizda ishlatolmayapmiz-da. Mahallamiz katta bo'lgancha eng ko'p pul o'zimizda 72 million pulimiz bor. Soliqdan 10% bizning mahallaning byudjetiga tushgan, Jangoboy byudjetiga tushganda u pulimiz bor. Lekin uni olish uchun biz tenderda kimdir yutib olish kerak-da. Ya'ni tenderda kimdir bitta firmami, nimadir tashkilot Yutib olib bizga turbani olib kelib berish kerakmi? yo'q, olib kelib berish kerak. Olib kelib berish kerak. Ularni shotiga pul qayda bera oladi? Yutib olgandan keyin O'sha tashkilotdan sotib olasizlar-da, siz primoy Tashkilotda o'sha mahalla bo'limidagi bizning shotimizda puldan haydaydi. davlat boshlayotganimizda aytuvdingiz. Hokimcha bunaqa narsalarga xayrixoh. Hozir mana bular tayyor o'zini pulini ishlata olmay o'tiribdi. Hokim berish shart emas ekan, o'zini puli bor ekan bularning. Hozir mana truba zadержка bo'lyapti. Truba sabab ishimiz zadержка bo'lyapti, aniqroq. Suv chiqqan, tayyor suvda, mana ne'matda bundan aholi foydalana olmasa. Ziyodniki menga aytishmadi, to'g'rimi vaqt aka? 500 metr yaqinda olamiz dedingiz, to'g'rimi aka? Birjaga qo'ydik, atkaz degan narsani eshitganim yo'q. Qolgan dedi 1 kilometrni dedi, hokimga kiramiz dedi. Bo'pti, men o'zim birga ayting aka, o'tirdim o'sha yerda. Jangoboy mahalla fuqarolik yig'inidamiz, O'rta Chirchiq tumani. Bu yerda mana skvajinamiz bitgan, suvlarimiz chiqqan, analizlar qildik, hammasi yaxshi. Lekin liniyalar bilan muammo bor. Ya'ni aholiga liniyalar tortish kerak. Ya'ni o'sha vodoprovod tarmoqlarini ulab tortishimiz kerak. O'shanga hozir mana mahalla raisi, boshqa nimalar harakat qilib yurishibdi aholi. Hokimiyatdan, vodokanaldan, o'tlametdan harakat qilib yurishdi, lekin hozircha bo'lmayapti. Hozir shuning uchun birgalashib biz O'rta Chirchiq tumani hokimiyatiga bormoqchimiz. O'sha yerda mutasaddilar bilan uchrashib, gaplashib, muammoni hal qilish harakatidamiz. Loyihamizni kuzatib boringlar, bizani qo'llab-quvvatlab turinglar, sog'-omon bo'linglar. Biz kelishimizdan maqsad hozir mana Jangoboyda suv chiqarganmiz, skvajina qildik. Analizlari yaxshi chiqdi, alhamdulillah. Hammasi yaxshi. Hozir mana shitovoylar qurishyapti, aholini o'zi hashar. Zaключенияsi ham bo'ldi. Bor, hammasi bo'ldi. Bitta muammo liniyaga olib kelib ulashimiz kerak. Transheyni qazib qo'ygan aholi o'z traktor chaqirib, truba yotqizish kerak. Trubani ham sizga iltimos qilgan kelmadik. Bu yerda muammo qarang. O'zi mahallani puli bor ekan, ya'ni o'sha soliqdan bu 10% ni qaytarib berar ekansizlar mahallaga. Bu yerda buxgalteriyadami yo moliyadami kimdir bir ayol bor ekan, unga iltimos qilishsa, xullas tenderlardan chiqib ketayotgan ekanmi, kirmayotgan ekanmi, xullas bir nima muammolarda tugigacha tushunib yetganim ham yo'q. Lekin bildim, что hokimiyatda ishimiz hal bo'ladi. Tushundim. Agar ruxsat bersangiz, hozir moliyani chaqirsam-da. Aha. Nima anaqada turibdi? Ha. Hozir kimda agar kim qatnashish kerak? Aha. Shularni bilsak. Biz olib keldik bularni, bular chopib kelmadilar. Biz olib keldik. Boshqa narsa bo'lsa chiqadi. Bular tushunish kerak-da, aytish uchun, kim hal qilishini tushunish kerak uning uchun. Yo'q, biz gapirdik. Sizlar oddiy mutaxassisman, men rahbar emas. Yo'q. Gap bilan birga keldik. Gapirishamiz. G'azani Yo'q, g'azani oldiga chiqaray. Qayerda nima keldi? G'azani chaqiring. Tushunmadim. Olasini chaqiray. G'azani chaqiring. Хорошо. Men yetaman hozir g'aznaga. Yetib keladi. Men shu hal qildim. G'ishta berdim, to'g'rimi? G'ishta berdim. G'ishta bergandan keyin ana ko'chatga o'tkazdim. To'g'rimi? 10 millionlik ko'chat olgansiz. Hozir 16 million may oyida 16 million pul turganiga 160 metrga qo'ydim. 2 kundan keyin ertaga javobi chiqadi kechqurunga.
keyin may oyi yana iyun oyida yana plyus turibdi. 2 oydan beri turbani olamayapti. Ha, hop plyus yo'qligi uchun ololmadik. Mana may oyim tushumni qildim, mana qo'ydim 16 million. Kecha qo'yib qo'ydim. 72 million pulimiz bor, qanaqa yo'q Ay, bo'ladi? pulni smetaga bo'lib oyma-oyga yo'yamanmi? Oymaga smeta qilgan bo'lib 72 kun pulni hammasiga bittasiga qo'ymaydi. Aprelda bordir, mayda bordir, iyunda bor, shuni qisma Yo'q, qisma yilda qo'ydi. oxirida bordi biz u pulimiz. Nega bu tushib bo'lgan pul? Yildan oxiridan beri bir narsa olganman buni. Ag'ish topib Bitta Ana, g'ishon. hop yana nima 10 oldi? millionga ko'chat oldim. Ana, olibsizlar-ku. 30 necha millionlik xarajat bo'lgan. Ana. 30 necha million bo'lsa, 70 bo'lsa 40 million. 16 million kecha qo'yganmiz. O'zi salkam shunga boryapti-yu, shunaqa. Yo'q, u yoqda pulimiz bor, turbani olyapti. 2 Mana aytyapti-yu, turbani qo'ydim deyapti-yu. Qo'ydim, ertaga javobi Qo'y- chiqadi. bilaman. 2 oydan beri olyapmiz uni. Qo'yadi, kimdan keyin отказ bo'ladi. Qo'yadi, Отказ отказ ham bo'ladi. bo'ldi. Ha, Nimaga? shuni ayting-da siz yo'qlar. O'yinda hech kim kirib o'ynamagandan keyin 2 oy bo'ldi, 2 oyda Yo, 2 oydan beri shunaqa masala Ha, qilyapti. voy, qara berishimga qo'ydim. Muddati tugagan ekan o'rtini. 2 marta ham qo'ydim, u tugagan bo'lib chiqdi. Keyin bu xiti xaridga qo'ydim. Xiti xariddan ham qaytdi. O'zekisga qo'ydim. O'zekisdan ham qaytdi. 400 metr, 500 metrga pul yetmagandan keyin qaytdi. Keyin kecha Baxtiyordan so'rab 16 million puli bor, 16 millionga qo'yib berdim. Endi 16 millionga qachon tugaydi? Ertaga kechga tugaydi, 6ga. Hozir men tushunishim bo'yicha bular oyma-oy ishlatadigan limiti bormi? O'sha 16 million deyapsiz. O'shandan o'tib keta olmaydi, shunaqami? Hozir mana o'sha 16 millionga truba ola oladi faqat. Qo'yadi. Hozir mana iyunga yana 10% mahalliy byudjet va soliqdan tushgan yana iyun oyiga yana 10% tushumi bo'ladi. Masalan, yerdan boshqadan tushgan tushumni yana qo'shadi, shunga qo'shilib, davaqib ishlatib ketaveradi. Xuddi shu tartibda ishlatib kelyapti shu paytgacha. Hamma mahalla. Oboring raisni vaqt ekan ko'rsatdim. 1-yanvarga qanaqa, 1-may holatiga qanaqa, nima rasxotga bittalab yozib bering qo'liga. Shuna ana undan keyin ham bo'lsa, keyin mayli yoqqa hokimga kirib, ana shu kelgan tushum boshqa masala ko'rsatib beradi. O'shanga qarab turib, sizlar oyma-oy qancha ola olasizlar va necha oyda sizlarning ishinglar bitadi, chiqadi-da nimasi smetasi. O'tdan pul beradigan bo'lsa, Hozir siz vaqtingiz bormi? ha, Men hozir birga kiringlar-da, shuni hal qilib oxiriga yetkazib, keyin telefon qilib menga yetasizlar yoki Jahongirga yetasizlar. Lotigacha ko'rsating. Mana shuni raisga tashab bering. Mana rais, mana lotga qo'yib qo'ydim. Raisga tashatib olasiz. Xonasiga borib, bo'ldi, programmani ko'rsating. o'zingiz aka nazorat qilib berasiz. Bo'ldi. Yo'q, menga umuman bu haqida xabar berilmagan. Nazorat qilib Buni men davni aytardim. Shunaqa bo'ldi, bunaqa. Bu yoqqa bironta tanishlarni olib keldi. Nima qo'ydi deb o'zingiz nazorat qilib Siz ismingiz nimada aka? Baxtiyor aka, Ziyoddin mani otim. Nomeringizni yozib olsam maylimi? 88. Baxtiyor aka, mayli. Bironta muammo bo'lsa, agar smetasida pul yurmay qolgan bo'lsa, yo g'aznadan o'tmay qolgan, hozir g'aznani ham chaqirib, qayerdadir ko'chada ekan. O'zi Bo'ldi, g'aznani bo'ldi. ishida, unday endi bu seniki meniki emas. Tushunarli. Hozir bularni biz olib keldik. Hozir siz bularni ayblab, hali siz gap degandek bo'lmasin. Sababi biz mehnat qilib qo'yganmiz-da pul tikib. O'shaning natijasi ko'rinmayapti. Qaysi ma'nodaki aholi foydalana olmayapti. Tayyor suv bor, lekin foydalanisha olmayapti. Liniya yo'q. O'shanga bu narsani hal qilmasak bo'lmaydi endi bilalashib. Bo'ldi Baxtiyor aka, yo'qmasa bular bilan birga nima qilishadi? Siz ham endi nima qilmay, nima deydi? Majbur bo'ldik shu yerga kelib murojaat qilib. Faqat o'sha bilan shug'ullanyapman. Yo'q, bular endi tushunishmayapti, bilishmayapti-da. Men shuning uchun birga o'zim olib keldim bularni. Yuringlar, menga ko'rsatinglar nima qanaqa deb. O'rta Chirchiq tumani hokimiyatidamiz. Hozir birinchi zam bor ekanlar. Ulug'bek aka uchrashib gaplashdik. Bitta masala bor ekan, ya'ni har bitta mahalla o'zini fuqarolardan tushgan soliqlar hisobiga 10% mahalla byudjetiga qaytarib berilar ekan. O'sha pullarning hisobiga Jangaboy mahallasi truba sotib olmoqchi edi, lekin u summani ishlatish limiti bor ekan. Ya'ni oyma-oy 11 millionmi, 16 millionmi o'shancha pul ishlata olishar ekan. Hozir o'shani hisobiga bizga 1,5 ming metr truba kerak, lekin ishimiz bitmayapti. Hozir mana moliya bo'limi mutaxassislari bilan ham gaplashdik. Necha oyda qanaqa hajmda truba olishimizni hisob-kitob qilyapmiz. Yetmaganiga endi yonimizdan sotib olib bo'lsa ham shu loyihani oxiriga yetkazish niyatidamiz. Loyihamizga qatnashib boringlar, kuzatib boringlar.